bo'ladi. Uchrashuv o'tkazishimizdan asosiy maqsad shu mijozlarga bank mahsulotlari to'g'risida, mana shu imtiyozli kreditlar to'g'risida, undan tashqari bank xizmatlari to'g'risida ma'lumotlar berib boramiz. Bizlarda hukumat prezidentimizni shu topshiriqlardan keyin har bitta mahallalarga mahalla agentlari qo'yildi. Bundan tashqari mahalla banklari biriktirildi. O'sha yerda bular nima qiladi? Shu mahallada mahalladagi aholini bank xizmatlariga bo'lgan nimasini bilimini oshirib boradi. Undan tashqari ularga shu imtiyozli kreditlar to'g'risida, bank xizmatlari to'g'risida ma'lumotlar berib boradi. O'sha mahallalarda asosan nima deydi, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida qilinyapti bu ishlarimiz. Shu bilan birga bizani imtiyozli kredit mahsulotlarimiz ham ishlab chiqilgan. O'tgan yil ham shu nima deydi, anchagina ishlar amalga oshirildi. Shu tadbirkorlik qilaman degan istagi bo'lgan fuqarolarga imtiyozli kreditlar ajratib berildi. Bundan tashqari bank xizmatlari to'g'risida ma'lumotlar berib borildi. Misol uchun oddiy misol, ko'pchiligimiz shu kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun ko'pchilik shu bankgacha kelib murojaat qilib, banklarda nima deydi, navbatga turib, vaqtini ketkazib, shu kommunalga o'zi 50 ming so'm to'laydigan bo'lsa, bundan tashqari yo'l kiraga 20 ming so'm xarajat qilib kelardi. Lekin hozir nima bo'ldi? Bizda shu ilovalarimiz bor. O'sha bank xodimlarimiz o'sha yerda nima deydi, haqida ma'lumotlar berib boryapti. Plastik kartochka orqali o'sha uyda turgan holda chiqmasdan, masalan, svetga deysizmi, elektr energiyaga yoki to'lov deysizmi, yoki bo'lmasa chiqimdagi to'lovlarmi, boshqa to'lovlarni o'sha yerdan amalga oshirishlaringiz mumkin. O'sha bizani Angladan mobil ilovamiz bor. O'sha mobil ilova orqali o'zlaringiz nomlaringizga plastik ochib beriladi. O'sha plastik ochilgandan keyin o'sha plastik kartochka orqali to'lov qilinadi. Misol uchun hozir ertalab nima deydi, chiqadi, kimdir svetga chiqib qolsa yoki bo'lmasa svetga to'lov qilish uchun shuncha joydan keladi. Nima deydi, 5 ming, 10 ming so'm yo'l kira to'lab bankka keladi, bu yerda navbat oladi, qanchadir vaqt kutadi, undan keyin vaqt keladi, to'lov qiladi, ketadi. Lekin hozir unday emas. Yoki bo'lmasa masalan, o'sha yerda ham paynet shoxobchalari bor, boshqa joylar bor. Qanchadir nima deydi, xizmat haqisi oladi. 2%, 3%, 5% ham olgan joylarni ko'rdik. Lekin o'sha plastik kartochkangizga pul kirim qilib qo'ysangiz yoki bo'lmasa bir joydan plastik pul tushsa, o'sha oylik shaqingizni boshqani hech qanday 5% naborib, undan ko'ra sizga nima qilib beradi? Cashback beradi. O'sha cashbackingiz yig'ilib boradi. Ertaga o'sha yig'ilgan cashbackni yana qaytarib olib, kommunal to'lovlarga to'lashlaringiz mumkin. Bundan tashqari kimdir tadbirkorlik qilish istagi bo'ladi. Masalan, qishloq joylarimizda ko'pchilik nima deydi, tomorqasida issiqxona qilmoqchi yoki bo'lmasa o'sha chorva qilmoqchi yoki bo'lmasa parrandasini ko'paytirmoqchi. Bundan tashqari kimdir o'sha qishloq joylarda hozir talab ko'payib boryapti, lekin nima deydi, shunaqa joylarimiz kam, sartaroshxona, go'zallik saloni yoki bo'lmasa kimdir savdo do'koni ochyapti. Bundan tashqari yana bir qancha nima deydi, tikuvchilik sexlari qilinyapti. O'shalarga ozgina borlari faoliyatini kengaytirmoqchi yoki bo'lmasa kimdir yangi tashkil qilmoqchi, moliyaviy jihatdan o'sha mablag' yetishmayapti. Shu paytda biz nima deydi, imtiyozli kreditdan foydalanib, o'sha o'zini faoliyatini yo'lga qo'yyapti. Yoki bo'lmasa o'zini faoliyatini